Xavotirlanishni keragi yo'q. Bo'lgan ishlar bo'lish kerak bo'lgan ishlardir. Darsimizni oldik va yo'lda davom etmoqdamiz. Bir piyola choyga 4 kishi barmog'ini botirsa rasvo bo'ldi deb ichmaydilar u. Ammo 50 kishini qo'li tekkan badanga g'ijinmasdan oshiq bo'laverishadi. Ha, telba yigit. Tegib ketdimi? O'zbeklarda yana bir maqol borki, shuni aytmasam bo'lmaydi. Ya'ni bir eshikka kirishdan oldin chiqishni o'ylash kerak.